İgilirken almışam Birisi şince okşansın Birisi şince okşansın Keltelik bilen adem çırayı Sepişirken Assalamu alaikum qarindoshlar, qanday ahvolinglar, yaxshimi? Bu mikrofonni ko'rib hamda naqsh etgan deb o'ylab qolmanglar, uni aytaman bir kuni. Mendan hammanglar o'tib salom. Menda mush ovozni tangshash uchun xali kuchlidir. Menda mening telefonimda chataqmi yo anglovchilarning quloqda chataqmi deb qo'yay. Chaqchaqlik qildim. Hamda mush tuz to'g'riliq azroq qarindoshlarga yaxshi xabarlarni, yaxshi leksiyalarni berib o'tay deb o'yladim. Şu tuzlu sayla birinchilar bizning kallamiz qildig'ini qon besim bilan munosabatli deb pek o'ylab olamiz. Uni ayrim tushuntirma. Shunga hamda hozir shu tuzning foydali taraflarini bir so'zlab o'tsam, mush oqsil bilan moy badanning energiya manbasini yutigan o'xshash, bu tuzning roli shu badandagi har xil sistemalarning, a'zolarning xizmatini qo'g'dab, tangshash rolini o'taydi. Şuna tuz kam bo'lsa badanning tamponligi buzilish qarab mengib, xizmati to'xtash qarab mengdi. Bunda biz nihoyat xatarli ahvollar yuz berdi-ki, shunga hamda badanda agar tuz kam bo'lib qolsa qanday bo'ladi deganni bir tushuntirish deb bir hikoyam bor desam bo'ladi. Ikkinchi dunyo urushida shu yaponlarni o'qislar o'zinglar shu nima jihatdimi meditsina jihatda degandek German bilan Yapon eng oldida deb qo'ymiz, Amerika mo yaxshi. Shunga hamda shu ikkinchi dunyo urushida ham shu tuzlarni har xil narsani sinabdika yaponliklar shu Xitoyga burun o'qgan hamda nimani u materialni insonparvarlik deb azroq bilim berdik-a, tomoq degandek narsani. Ammo u tomoqqa bir tal tuz qo'shmaydi ekanda, shuni sinabdi. Qanday qildik desanglar, shu tuz yo'q bo'lsa, ruhsizlanib, shu holi qolmay o'lab ketadi ekan. Uni sinaganki, u sinoqni o'tgan ekan. Shunlashqa biz ko'pincha tuz degan ziyonlik deganni kallamizga bak kirgizib olgan. Birsinikini anglablar biz hamda insonlarning amalini ashuna o'xshaydi. Nachar desam, nachar deb, yaxshi desam, o'ylay yaxshi deb. Buning yaxshi tarafi bordi deb o'ylash ham azroq o'xshaydi deb o'ylab qoldim. Shunga shu tuzniki isil taraflari ne bir so'zlab beray deb o'yladim. Isil tarafi eng yaxshi tarafi odamning ruhiy kayfiyatini shunday yaxshi tanishadi ekan. Uning ustiga ruhiy kayfiyatini o'stirdi ekan. Shu yaqinlarda men YouTube ishlagan yoqi manga jiq shu maslahatlar keladi. Anandan keyin shu turk qarindoshlarniki, Turkiyada Uyg'ur qarindoshlar ko'p. Shu turklar shu tuzni bo'lib bak iste'mol qildik, shunglashqa o'y kayfiyat yuqori ekanda dedi. Bir qarindoshim menga. Men dedim, bu tuz nahotki bizni kam bo'lib bo'lmaydigan modda, ammo'ylar shunaqa tuzlu silam kalımızga qon besim o'rlaydi deganni kirgizib olamiz, ammo tuzning yaxshi tarafi bak ko'pga. Shunga endi mammu odatda ustalning ustiga tuzni qo'yib qo'ymay kichik botolkaga qilib odatda tomoqni tuzli yesak ustidagi odam uchun endi uydagilarning arayal bolalarning o'xshamaydi tuz ta'minlari emas. Shunlashqa tuz kamera qilsa uydagilar o'zinglar tuzni shu kichik botolkalik tuzni ustiga quyib qilsanglar, demakki ashni qo'ygandan keyin tuzliqligini bilinmaydi-ki, azroq bilindi, ammo usumaydi ekanmizda. Men uni jiqsinayman, davomli qilmayman-da. Shunga shunglashqa shu turk qarindoshlarimiz shunchalik aktiv yashaydi ekanda, shu tuz bilan apilishidi deb shuni dedi menga bir qarindoshim. Demakki hamda sizlarni bir atrofdagilar kuzatib baqsanglar bo'ladi. Bo'lib ro'y kayfiyatimiz tushkun deb ham böyle qaqshaymiz. Anandan keyin shu xuddi buning tuzningki roli hamda foydali taraflari bak ko'p. Masalan, oddiysi olmani tishlab azroq yeb tashlab qo'ysak, u sal rangi o'zgarish qarab mang'id buni ham o'ylab o'qimiz oksidlanib, kislotalikimiz kuchib ketadi. Ammo buni yerimini yeb tashlab qo'yganni tuz suyiga chilab qo'ysangiz shu turdi ekan. Mushning o'xshitibdi hamda materiallarda.
Bedenimizmi xuddi şunun o'xshash shu tuzni iste'mol qilib bersa kislotaligi ning ishib ketishini oldini oldi debdi. Shunlashqa undan keyin mo'nja, masalan mo'nja tushgan chog'da cho'ngroq qo'shiqda bir qo'shiq masalan vannaga tushib qildiqlar bo'lishi mumkin. Shu polo yeydigan qo'shiqda bir qo'shiq tuzni quyutni qilsa badanning terilari orqali badanga kirib shunchalik rol odamni ruhli qiladi ekan. Demakchi bedenimizni boya degandek tuzning roli shu badandagi sistemalar a'zolarni shu xizmatini qo'g'dash roli bo'lganligi shunga badanda tuz bo'lmasa bo'lmaydi. Hammalar bilamiz, ko'z yoshini tortib burunniki ajratmalar, cho'ng kichik tarafda hammasida tuz bor. Hatto ko'p ta'laydiganlarga ko'proq iste'mol qilgan yaxshi. Shunlashqa bu tuzniki shu roli bek ko'pkan. Andan keyin kafe nima debdi, kafe nima men sinapaqim deyman. Kafega ozroq tuz sevib qilsa shunchalik puruq teg'imdim isil bo'ldi degan tadqiqotlar bor ekan. Agar tuzimiz kamib qas qanday bo'ldi degan chog'da bu qon aylanish albatta nacharlashib, tuvan qon besim bo'lib, bosh og'rish, horg'inlik his qilish. Ko'pinchalarni anglaymiz, "Voy, erib ketdim unda" deb shu bakal ashna horg'inlikni his qildiganlar. Andan keyin tamoq ko'ngli tatmaydiganlar, ko'ngil elishadigan mana alomatlar yuz beradi ekan. Andan keyin shu so'ng nimalar muskulning xizmati tuvallab, muskullar og'riydigan ishlar bo'ladi ekan. Agar teg'imdimi kuchli holda tuz moddamiz kam bo'lsa, peyllarimiz tortishib qoladigan, muskullar tortishib qoladigan, hatto hushimizning zoishlar bo'ladi ekan. Shunga bular u noit ilmiy asos bor buniki. Mang'ul maslahatlar boy degandek maslahatlar qiladi, mushunaq peyim tortish ketadi kechilari deydi Allah. Andan keyin ko'p harakat qilsa ham tortishdi. Amaliyotda siz shu oldingi kuni kunduzi nima ishlar qildingiz, tarjih chiqib ketdimi? Shularni o'ylasangiz o'zingizga o'zingiz doktor bo'la olasiz degan gap. Andan keyin boy degandek shu qon besim bilan shu nimaniki tuzniki munosabatini azroq aqtirib baqdim. Men rasmni desam bundan keyin hamda rasmlarni azroq chiqarib, mening vaqtim yetmayotdi desam bo'ldi. Ba'zi doktor qarindoshlarniki, masalan, yaponlarniki qarasammi, mana o'tirib so'zlaydi ekan, men mana shunaqa qilaymikin deb o'ylayapman. Rasmlarni chiqargan bilanmi baribir hamda mo'ylab o'qimiz. Shunga bak inchiq so'z yozsammi, tushuniksiz bo'lib qoldi ekan. Shunlashqanda shu qon besim bilan shu nimaniki tuznikini azroq tekshirib baqaychi deb qilsam, bu teg'i shu qon besim bilan tuzniki tadqiqoti, ya'ni aniq bo'lgan tushuncha teg'i aniq emas ekan. Buni bilib olinglar. Shunlashqa shu buni ham tushuntirilishi qanday qildik degan chog'da bu badanimizniki tuz haddiy hisob ko'p bo'lib ketsa, albatta har qanday narsa haddiy hisob ko'p bo'lib ketsa aks ta'sir beradi. Buni tahlil qilsak, tuz haddiy hisob ko'p bo'lib ketsa, bizniki qonniki shin to'yan deymiz hamda bir xil besimni shu badanimiz shu qonning shu xil besimini saqlash uchun qon tarkibidagi suv ko'paydi. Suv ko'paygandan keyin natijada badandagi aylanayotgan qonning miqdori ko'paydi. Qonning miqdori ko'paygandan keyin shunga shu yiroqdagi Mo'shao shu Xitoycha shu qon tomirlarniki shu temiga ushaq qon tomirlarning tom tarafga besim bo'ldi-da, besim bo'lgandan keyin shu anondan keyin qon besim o'ldi deydi ekan amaliyotda. Shunlashqa bu yiroqdagi qon tomirlar deganimiz ushaq qon tomirlar, masalan biz qon besimimizni biligimizni o'lchaymiz. Anondan keyin qo'l, fut, yurakdan yiroq turgan tomirlarni ko'rsatdi. Shunlashqa hamda shu ko'pinchalar men ilm fanga qarshi chiqqanday so'zlab qo'yma ba'zida amaliyotni haqiqatni shu atrofimizga haqiqiy ishlarni so'zlayapman. Oldin qattiq samirish to'g'risida sunniki azroq nimasini desam shunday ko'p fikrlar bo'ldi. Men qabul qilmayman. Men malqa gap qilish jihatlarda ba'zida undaq ketib qolgan ishlar bo'ladi. Shunlashqa
mındaq taraflarımı bakan sınap baqqayçu depçu 3 gündün bir haftaga sınasanglar hech qanday bo'lmaydi. Ro'y kayfiyatinglar, masalan o'zinglar bilamsanglarmi oilaning ichida, voy o'zgarib qoldinglar deyish mumkin. Ruh degan shunaqa narsa ekan. Şuna endi amal bor ro'yimizni ko'tarish uchun tuzni ko'proq desam yana endi mening gapimda putaq chiqamanglar. Normalni iste'mol qilib, ko'proq iste'mol qilibmi ko'rib yaqinlar demoqchi. Sinab yaqinlar. Cho'qim foydasi bor buniki. Men shunga bu tuz to'g'riliqni ko'p o'ylangandim. Shu bir so'zday deb hech bir vaqt chiqarib qo'lamadim. Bugun ham shunchalik so'zday, mikrofonim cho'qim yaxshi chiqdi deb o'ylayman. Hammanglarga yangi yillik yana bir qatim salom. Bu damsa hammanglarga xotirjamlik, xushal kayfiyatlar yor bo'lsin, xayr xo'sh.